Video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Jamol, ko'chaga qarasangchi, ajoyib qor yog'yapti. Nima balo, qishki kanikul boshlandimi? Aytgancha menga ustoz Hamroyev telefon qildi. Bizda lagerga dam olib borarkan. Va nihoyat biz ham dam olarkanmiz. Bizda ajoyib qor yog'yapti, lekin kechqurun qandaydir bir qo'rqinchli tuyulyapti. Tushunmadim, sen nega oynalarni sindiryapsan? Toza havo kirsa maylimi, uyingni sasib tashagansan. Ko'p yolg'on gapirma. Qana bo'la qol Jamol, bo'la qol. Avtobus keldi. Hozir Hamroyev baqirishni boshlaydi. Jinursin, Anilan meni qornim og'riyapti. Hozir vaqt yo'q, lagerga borib tushasan. Anilan, men lagergacha chidab tura olmayman. Jamol, bizning vaqtimiz yo'q. Hozir Hamroyev baqirib ko'tini yirtadi. Hamroyevni ham qilish keshi yo'q, bizni ikki kechasi. Anilan, o'lay agar meni yomon kim kelyapti. Jamol, lagerga yetib borganimizcha qisib turgin. Agar hozir avtobusga kech qoladigan bo'lsak, ustoz Hamroyevni bilasan-a, jahlini qandayligini. Jinursin, Jamol, tezroq yur, avtobus bekatga kelib yurgan ekan. Anilan, men uyga borib kelmasam bo'lmaydi, boshqa chida olmayman. Sen ikkovingni yana qancha kutishim kerak? Qani bo'la qol, avtobusga chiq. Avtobus kelganiga yarim soat bo'lgan. Qayerlarda yuribsanlar? Ustoz, o'zi biz qayerga ketyapmiz? Mana bu bekatdagi rasmni ko'ryapsanmi? Maktab hisobidan qurildi. Kanikul tugagandan so'ng bu rasmni pulini birma-bir yig'ib berasanlar. Buni Jamol o'rtog'ingga ham aytib qo'y. Ustoz, Anilan, men chidab tura olmayman. Men borib tushib kelmasam bo'lmaydi. Sen nima qilyapsan bu avtobusga? Nariga avtobusga chiqishing kerak, yo'qol bu yerdan. Sanlar har biriga alohida taklifnoma kerakmi? O'tiringlar, batiringlar eshaklarni. Qani bu la'nati Jamol qayerga ketdi? Ustoz, menimcha u bora olmasa kerak. Sanlar hammangni qo'ziq o'tkazish kerak. Biz yetib keldik. Qo'yga o'xshab shovqin qilmasdan avtobusdan tushding. Ustoz, biz o'zi qayerga yetib keldik? Bu yozgi oromgoh. Men yana qancha kutishim kerak? Sanlar alohida taklifnoma kerakmi avtobusdan tushishim uchun? Qani tezman! San nima qilib o'tirsan? Qani tezman! Bo'ldi, qiziqmang ustoz Hamroyev, mana tushyapman. Mana tushyapman. Yo'l o'rtasiga nima qilyapsan? Yo'qolib bu yerdan. Qani Beysinov, hamma mana oldimga kelsin. Bo'la qolinglar. Hammang telefonlaringni yig'ishtir. Bu yerda internet ishlamaydi. Xullas, lagerga kirgandan so'ng echkiga o'xshab o'zingni ko'rsatmalaring. Hozir men sizlarga ichkari bilan tanishtirib chiqaman. Qani hamma meni ortimdan. Men hamma ichkariga kiradi dedim. Sanlar alohida taklifnoma kerakmi ichkariga kirishlaring uchun? Qani bo'lgan? Hali har biring bilan alohida shug'ullanaman. Anilan, nima deb o'ylaysan? Bu lagerda qizlar ham bormi ekan? Men qayerdan bilaman? Men ham birinchi marta kelayotgan bo'lsam. Sanlar kirasanmi yoki yo'qmi? Har biringga alohida taklifnoma kerak. Kim yo'qlar? Sanlar kelmasdan meni yuragimga to'kildilaring. Bo'ldi ustoz, nerish qilmang, biz o'zi qayerga ketamiz? Men hozir sizlarga oromgohni tanishtirib chiqaman. O'zi bu la'nati B sinfda olib kelmaslik kerak edi bu yerga. Sen yurchi Anilan, men bular bilan o'zim alohida keyinroq shug'ullanaman. Hamroyev pacham. Qani hammang bu yoqqa kel. Qaysi biring aytding? Gapni? Ustoz, bu xonalar qanday xonalar? Xo'sh, bu xonada chizmachilik darsi o'tiladi. Lekin bu yerda chizmachilik emas, informatika o'tiladi. Ustoz, chizmachilik xonasiga informatika nima qiladi? Sanlarni odam qilish uchun informatika darsi ham o'tiladi. Mana bu devordagi ajoyib suratlarni ko'ryapsanmi? Mana bu suratlardagi to'g'ri to'rtburchakni, kosinus, parametr, katangeslarini topasanlar. Ustoz, biz ta'tilga keldikmi yo maktabgami? Topasanlar dedimmi, topasanlar. Ustoz, mana bu xonalarda nimalar bor? Tushunmadim, bu yerlarni nega faqat senga ko'rsatyapman? Qolganlar qayerda? Hozir men bu padaringga la'natlarni ko'ziga ko'rsatib kelaman. Sanlar alohida taklifnoma kerakmi? Padaringga la'natdan eshaklarni avtobusga chiqganda yo'qolaring bu yerdan. Bu dam olishchi insonga onang uy emas. Xullas, bu yozgi ta'tilni ustoz bilan birga o'tkazamiz. Sen uyga vazifani bajarganmisan? Siz bizning ustozimiz emassiz-ku. Bugundan boshlab ustozing men bo'laman. Qani yo'qol bu yerdan. Hamroyev pakana. Padaring la'natdan eshaklarni qaysi biriga aytdingmi yo'qmi? Qaysi biriga deyapman? Men aytdim yo'q. Hoy, men shu yerda ishlayman. Qani bo'la qol, ortimdan yur. Nima sanlar odam ko'rmaganmisan? Ustoz Hamroyev, men shu yerda boshqaruvchisi bo'laman. Eshitishim bo'yicha siz bolalarni o'rgatgan ekansiz. Agar shunday qilsangiz, men ustingizdan arz Men qilaman. hali hech kimni urganim yo'q. Ko'rmay bilmay turib gapirmang. Men ko'rmasam ham hammasini eshitib turibman. Boshqaruvchi bo'lsang o'zingga yo'qol bu yerdan. Hammang menga xo'jayinlik qilasanlar. Xo'sh, qayerga to'xtab qolgan edik? Ha, bu yer bizning dam oladigan joy. Qo'yilay, mana buni xona desa bo'ladi. Bu yerni chiroqlarni yoqish kerak. Bu xona 2 kishiga mo'ljallangan dam olish xonasi. Mana bu yerda esa shkaf bor. Mana bu esa qaroqchilar dam olishi uchun xona. Qo'yilay, bu yerga dam olish uchun qaroqchilar ham keladimi? Albatta keladi. Mana bu yer esa markaziy maydon deb nomlanadi. Bu yer juda ham katta ekan. Ustoz, mana bu yerda turgan kimning haykali? Bu mening bobomning haykali. Qo'yilay. Bu yer esa hojatxona, ayollarniki va erkaklarniki. Tushunmadim, bir daqiqa. Sen nima ayollar va erkaklarning hojatxonasi farqiga bormayapsanmi? Ko'zing ko'rmi nima bo'lo? Chiqib qol bu yerdan. Hozir bu yerdan qaysi eshak chiqib ketdi? Tualetga nafas olib bo'lmaydi-ku. Keyin mana boshimni ustiga chiq, to'jib qol bu yerdan. Hozir men mana bu yerga ruchka qo'ygan edim. Qaysi biring olding? Ustoz Hamroyev, menimcha stolingiz ustida ruchka yo'q edi. To'g'rimi bolalar? Qani Mahmad ona, meni oldimga kelchi.
Meni olib kelgan ruchkani qayerdan bo'lmasa ham topasan. Qaytib kelib tekshiraman. Agar uxlamagan bo'lsalaring, ertalab 7 kilometr yugurasan. Men har biring yuragingni sug'urib olaman. Yo'q, ustoz Hamroyev, unday qilmang. Ustoz Hamroyev, kechasi bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Bolalar uxladimi yo'qmi tekshirib yuribman. Bo'pti ustoz Hamroyev, xayrli tun. Mayli, siz ham yaxshi dam oling. Jinorson, birinchi kundan geografiya darsiga kechikyapman. Ustoz Hamroyev, men ham hozirgina keldim. Bugun dars bo'lmaydi. Bugun qayiqqa suzishni o'rganamiz. Sen kecha yo'qolgan ruchkani topdingmi yo'qmi? Biz bugun mana bu yerga qayiqqa suzishni o'rganamiz. Tanim. Yana boshimga balo bo'lib cho'kib ketmaring. Mana men arqonni yechdim. Qani bo'la qolinglar, suzishni boshlanglar. Ustoz Hamroyev, siz ham biz bilan birga suzasizmi? Albatta, sen eshaklarni bu yerga bir o'zingni qoldirib ketib bo'ladimi? Xo'sh, menga qara G'appor. Sen o'zi umringda biron marta qayiqqa suzganmisan? La'nati, sen semizligingdan men qayiqqa sig'mayapman. Ustoz, mana meni qayig'imga o'tiring, birga suzamiz. La'nati, bu qayiq men uchun emas ekan. Xo'sh, mana bu yer oshxona deb nomlanadi. Bu yerda mazali ovqatlar tayyorlanadi. Sanlarga o'tirishga joy qolmadimi? Yo'qol bu yerdan. Xo'sh, qani menga birinchi achchiqqina ko'k choy damlang. Kechirasiz, sizlarda hot dog bormi? Men ham senga o'xshagan o'quvchiman, men bu yerga ishlamayman. Ustoz Hamroyev, bu yerda umuman ovqat yo'q ekan. Ovqat yo'qmi? Bo'lmasam o'zlaring tayyorlashni o'rgan. Ustoz Hamroyev, endi biz nima qilamiz? Bizning hali o'qituvchimiz kelgani yo'q. Men bilmayman, bilganlaringni qil. Yo'q, bu lager emas, bu qo'yxonaga o'xshaydi. Ha, Menga yordam bering, men tushunib bilmayapman. Tushunmadim, bu ovoz qayerdan kelyapti? mana daraxtning ustida ekan. Daraxtga chiqib nima qilasan? Seni yiling maymunmi nima bu? Tushdimi? Jinorson, ustoz, siz baqirib uni yuragini yordingiz. Men senga aytdim-ku, bu lager emas, psixbolnitsaga o'xshaydi. Bu yerda o'zi haqiqiy dam oladigan joy bormi? Bor bitta shunaqa joy. Mana bu makon meni tinchlantiradi. Jinorson, ustoz Hamroyev, bu yer haqiqatan ham chiroyli ekan. Mana bu yerda haqiqatan ham dam olsa bo'ladi. Mayli, dam olishing mumkin. Bo'ldi, ko'p dam olish ham zarar. Qani bo'la qolga qaramiz. Ustoz Hamroyev, men hamma aytganingizdek qildim. Qani ustoz, bo'la qoling, men uchishga tayyorman. Qani ustoz, orqa qolmang, bo'la qoling, bo'la qoling. Nima? Mendan oldin senga uchishga kim ruxsat berdi? To'xta deyapman senga. Batariyadan eshakni mendan oldin uchadigan hali onasini qo'lidan tug'ilgani yo'q. Jinorson, ustoz mendan o'tib ketdi, olg'a. Ustoz, lagerning ichida qishloq bor deb aytmagandingiz-ku? Bu yerga qo'yib o'qinglar desam, cho'chqa boqishyapti. Bitta tualetga 2 kishi kirganni qayerga yurgansan? Padaringdan eshakni sen dastingga tualetga ham kirib bilmaymanmi? Sanlarga uy vazifa bergandan bu yerga to'qib yursanlarmi? Bo'ldi, Anilan, uyga qaytish vaqti ham keldi. Men senga nima degandim? Mendan oldin uchmagin degandim. Mani baqirtirmaginda yo'qola avtobusga kir. Senga alohida aytishim kerakmi? Qolganlar qayerda? O'tirdingmi deyapman, padaringdan eshaklarni. Kelmadik, biz boshqa avtobus bilan kelgan edik. Bo'lmasam bu avtobusga nima qilyapsan? Deyaverasan, nima bu? Padaringdan eshakni qaytib biring dinamit qo'yding avtobusdagi. Nimaga hali